Annyeonghaseyo yurabon. Davom ettiramiz. 61-62 savol turini ko'radigan bo'lsak, ta'minlikko murime tapashibshiyo. Quyidagini o'qib savollarga javob bering. 61-savolda pinganetro qalalmajin marul ko'rishibshiyo. Mana bu bo'sh joyga kerakli so'zni va grammatikani to'g'ri qo'yishimiz kerak. Xo'p, 62da I kreni yongvakatdan gosal ko'rishibshiyo. Ushbu matnning ma'nosi bilan o'xshashini belgilang debdi. Birinchi o'rinda biz matnni boshdan oxirigacha o'qib tarjima qilamiz va eng mos kelgan mana bu grammatika so'zni to'g'ri qo'yishga harakat qilib ko'ramiz. Ketdik. 저는 어제 도서관에서 중국 여행책을 빌렸습니다. Men kecha kutubxonadan Xitoy yohang bu sayohat, chek bu kitob, ya'ni sayohat kitobini pillida qarzga olib turmoq yuribim pillida. 그 책에서 중국의 유명한 관광지를 많이 볼 수 있었습니다. Bu kitobda Xitoyning yumohada mashhur 관광지 bu diqqatga sazovor joylar. Ko'p ko'rsangiz bo'ladi. Mashina sajindo ma'nosi cheki aju maame tumnida. Chiroyli rasmlari ham ko'p bo'lganligi sababli kitob juda ham menga yoqibdi. Maame tilda bu ko'ngilga yoqmoq degani. Ko'ngilga yoqmoq umuman olganda yoqmoq degan ma'noni bildiradi. 그 책을 다 읽고 중국으로 여행을 갈 겁니다. Bu kitobni hammasini o'qib Xitoyga sayohatga boraman. 하지만 중요한 시험이 다음 주에 있으니까 먼저 시험 공부를 열심히 하겠습니다. 중요하다, muhim imtihonim keyingi hafta bo'lganligi tufayli 먼저 avval imtihonga qattiq taylanaman. 최근 시험이 땡땡 읽겠습니다. kitob imtihon madur va o'qiyman debdi. Endi variantlarni ko'rib chiqqaniga bo'lsak, kunlar yo'g'o tugatmoqchi bo'lib bu to'g'ri kelmaydi. Qinnatchiman tugaydi lekin bu ham to'g'ri kelmaydi. Kundan huye ya'ni tugagandan keyin mana bu variant bizda to'g'ri kelar ekan. Xo'p, kunlar temada har tugagan payti to'g'ri kelmaydi yuribman. Har tugaganda degan bo'lar ekan. Xo'p, to'g'ri javob 3-javob bo'ldi, chunki kitob shu imtihon tugagandan keyin o'qiyman demoqchi. Ungacha u shunchaki rasmlarini tomosha qilib chiqqan. Nimaga u o'qishga vaqti bo'lmadi? Chunki uni imtihoni borligi sababli kitobni shunchaki ko'rib chiqdi, o'qib chiqishga ulgurgani yo'q. Endi 62-savol turini ko'rib chiqadigan bo'lsak, buni mazmuni bilan eng mosini biz topishimiz kerak. Birinchi bu variantlarni hammasini o'qib tarjima qilib chiqamiz. 저는 시험을 보러 중국에 갑니다. Men imtihon topshirgani Xitoyga boraman. Bu haqida gap ketmadi. 저는 도서관에서 필링책이 좋습니다. Bu hozircha to'g'ri kelyapti. Qani qolgan variantlarni ko'rib chiqamiz. 저는 오늘 도서관에 공부하러 갈 겁니다. Men bugun kutubxonaga o'qigani boraman. Bu haqida ham gap ketmadi. 저는 지난번에 중국으로 여행을 다녀왔습니다. Men o'tgan safar Xitoyga sayohatga borib keldim. Yo'q, bu haqida ham gap ketmadi. U endi Xitoyga sayohatga bormoqchi va shuning uchun ikkinchi javob bizda to'g'ri bo'lar ekan.